Hozir soat 8:08 va men ishga ketishga tayyorman. Bugun korporativ bor. Bundan oldin eng qizig'i syomka qo'yib qo'yishgan. Bu muammo. Majlis qo'yilgan. Unga yetib kelish hali o'ylantiryapti. Ulgurmasligimiz mumkin. Qancha по-любому ulgurmaymiz, chunki 1:30 da boshlansa, majlis 3:30 da bo'ladi. Bu degani yo 2 soat ekan. 2 soatda ulgurmaymiz, chunki biz kamida 8 ta yoki 6 tadan oshiq video olishni mo'ljallashtirganmiz klient bilan. Xullas shunaqa gaplar. Bugungi kunni ko'rib tursanglar qiziq bo'ladi korporativga, chunki ulgurishimiz aniq. Soat 8:48 minutda va men ofisga keldim. Unda ishlarni hal qilib, keyin syomkani belgilashim kerak, vaqti aniq bu. Просто tashkillashtirishim kerak bo'ladi. Soat 12:35 va men syomkaga ketaman. Syomkani ham qizig'i majlis vaqtiga to'g'rilab qo'ygandim. O'zi inson unda kim bilandir kelishuv bo'yicha ishlasa, bir-birini vaqtiga qarash kerak. Mayli aka, charchamang. Sog' bo'ling. Bir-birini vaqtiga qarash kerak-da. Bu qo'yayotgan vaqt ikkinchi tarafi planlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi, ularni buzmagan holatda qilish kerak. Xullas sochim ham o'chib ketyapti. Shamol yoqmayapti menga. Shunaqa. Hozir soat 12:51 bo'ldi va men hozir Mirzo Ulug'bek haykalining yonidaman. Avzakan kutamiz, syomkaga ketamiz. O'shanga shu boya gapim, kimnidir vaqtini olish, uni o'zi katta tipo endi din taraflama etmoqchi emas edim, mayli. Gunoh hisoblanadi-da. Uni o'ylab qarasangiz, birovni vaqtini olyapsiz. Birov bilan kelishmagan holatda o'sha kutayotgan joyida yoki o'sha kuniyoq встреча bo'lsa, atmay qolasiz. Bu vashi xunuk narsa, g'alati emas. Insongarchilik yo'q-da, insonlar shunaqa o'zini tipi kibrdek ko'rish hisoblanadi bu narsa. Birovlarni mensimaslik vaqtini shunaqa g'alati bo'lib qoladi. Endi bu narsani nimaga aytayman? Klientimizni aytmoqchiman. Klientimiz bor, bu именно o'shanaqa klientlar ko'p-da, hali hamma joyda bor-da bu narsa. Syomka kunni atmay qo'yadi. Yakshanba kuni syomka bor edi, atmay qo'yadi. Kecha. Bugungi tam syomka bor edi o'zi. Tipo o'zimizning rejalarimiz bor edi, planlarimiz bor edi. Syomka qo'ya olmaymiz bugunga desaga. Yo'q, men shu hamma narsani gaplashib qo'ydim, boshqa balobatlar. Bo'pti, unda ertalabga unda syomka qilaylik desa, xo'p dedi. Keyin ertasi kuni yozyapman. Syomka kuni aniq bo'pti, soati ham 10 da ekan. O'shanga lokatsiya tashlab bera olasizmi desam, xo'p dedi. Lokatsiya tashlamadi, lekin syomkani 12 da bo'ladi. Mayli dedi soat, chunki 3:30 ga majlisimizni ham cho'zdiydi. 3:30 da bo'ladigan bo'tdi. Bo'pti dedi, ulguranimiz dedi. Keyin bu kechqurun yozyapti, bugungi syomka vaqtini aytayapti, lokatsiyani tashlayapti deb bo'ldi. Mana shu joyda ertaga 1:30 da ko'rishamiz dedi. Harommi? Yozmadim. Ответ yozmadim, chunki точно bilardim, urushib ketardim. Shuning uchun indamadim. Rahbarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib qo'ya qolay o'zlari bilan dedim. Shunaqa holat bo'ldi desam, rahbarim ham hayron bo'ldi. Bir klient bilan suhbatlashib, gaplashib olishimiz kerak edi shu mavzuda. Biron vaqtini olmaydi. Bu yomon narsa. Chunki u vaqtni siz qaytarib bera olmaysiz. O'zingiz hayotingizdan olib turib o'sha necha soat, 2 soat, 3 soatda bundoq qaytarib bera olmaysiz-da. O'sha 2 soat, 3 soatda o'sha inson nimadir ish qilishi mumkin edi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Birovni ko'rish kuni kelib qoldimi masalan, kutirish ham yomon-da. Shuning uchun men 1:30 kelishim kerak edi. Ertaroq yarim soatmi, 20 minut oldin kelib olib kutib o'tiribman. Chunki
Chem ular beni kutgandan ko'ra men hozir ofisda bo'sh edim. Shunga kelib turib bu yoqda shu mavzuni ham aytib ketaman. Ularni ham kuttirmayman. Shunaqa. Belgilangan joyga belgilangan vaqtdan oldin kelish yaxshi. Yoki belgilangan vaqtda kelish yaxshi. Undan kech kelish u yomon. Shunaqa. Hozir biz studiyadamiz. Va abazaga ham. Mana. Bizning bitta aktrisa, xonanda ham videolar olyapti. Shunaqa. Trend oldi, tam gulli. Ana zontik ko'targanda gul ustidan tushib, unda perexod bo'lib, boshqa kiyimda paydo bo'lib qoladi. Shunaqa. Soat 18:45 va biz syomkani tugatib, hozir korporativga ketyapmiz. Shunaqa syomka cho'zilib ketdi, kech qolyapmiz. Nu mayli. Xoma bitta ish hal qilib keyin ketyapmiz.